Mana bu bizani uyimizda yashaydigan nima edi, tipratikon, yojikimiz. Ancha qo'lga o'rganib qo'ygan, baribir lekin ozgina xijolat bo'lyapti mana. Otini nima qo'yamiz? 1 yildan beri yashaydi, oti yo'q. Bunichi agar ovqat bersangchi, oti bilan chaqirsang kelar ekan. Otib qo'ysa bo'lar ekan. Bizning uyimizda 3 ta shunaqa tipratikon yashaydi. Bu bilan o'rtoq bo'lib qolganmiz ancha. Dumaloq bo'lib olmaydi. Сейчас, подожди. Ay, snimaydi же, смотри. Ko'rdingmi mana? Qo'limni tishlamoqchi bo'ldi, lekin okasiligini bildida tishlamadi. Yaqinroqdan olgan. Я заговорила тебе, что ты колешься. Нет, не как хочет. Он меня кусает, но не сильно кусает. Это кровотечить не будет. Так что это наш уважаемый. Он тебя чуть-чуть стал. Чуть-чуть укусил. Хотел укусить. Он попробовал, смотрит, вот я невкусный, поэтому не стал кусать. Ты же не будешь кусаться, да? Yok, shoshmasdan nima qilib? Mana bitta qo'ying asli, mana buni qolgan. Berroq kelgin, mana bularni. Mana bunday qilamiz. Endi ol yaqinroq ol. Shu yoqqa ketma, yoqqa qo'ymas yoqqa senga. Fırkaydı, da, fırkaydı. Şustri. Ovqat beramizmi? Uyga kirmoqchi, uyga kirmoqchi. Yur, hovliga olib chiqaylik. Gaplashib oldik. O'zimizni pratikancha. Ketdik. Xuddi aytganimdek, men jonivorlarni nihoyatda yaxshi ko'raman. Odamlarni ham yaxshi ko'raman, lekin jonivorlarni odamlardan ham ko'proq yaxshi ko'raman. Chunki jonivorlar yomonlik qilmaydi. Ozgina tishlashi mumkin, lekin insonlarchalik emas. Mana endi qo'yaveramiz hovlichamizga. Keling, yaqinroqdan olmish qani. Mana uyimizga keldik. Hozir qochib ketadi, qarab tur. Ketdi, boshda. Mana joylashib oldi, bo'ldi.